Alaykum, Vodiy Chorva kanali a'zolari, qo'yishquvozlar, chorva ishquvozlar. Mana bugun biz qo'ylarimizga yem pishirish jarayonidan video lavhamiz mana ko'rsatasiz bu yerda. Mana bug'doy bilan makka pishirish jarayoni mana. Buni ham so'raganlar bor. 100 litrlik qozonimizga mana bundan 30 kilo solganmiz mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Pishgandan keyin qozon to'ladi. Ancha vaqt yoqib pishiriladi bu. Bugun qo'y boqish sirlari bo'yicha qo'ylarimiz ikkinchi qismi. Sizlarga o'zim hozir ko'rsataman. Bu yemlar ne bo'lib qo'yiladi holatini hozir o'zim sizlarga ko'rsataman. Mana bular terda ne bo'ldi? Qo'ylar hammasi cho'tki mana. Xo'p, bu qo'ylarimiz shu tayyor bo'lgan qo'ylar. Shu videoni meni muntazam kuzatayotgan obunachilarimiz juda yaxshi bilishadi. Bu mana tayyor qo'ylarimiz. Bular mana tertini yeb bo'ldi. Mana oxirini ham ko'rib turibsizlar. Endi shu bo'lganda gillab yuviladi, undan ham zo'r qilib qo'yishgan mana bu qo'ylar. Mana qo'ylar holati mana ideal. Birinchi qo'ramiz. Ikkinchi qo'ramiz mana. İkinci qo'ramiz. Videoni men har kuni ertalab joylab boraman. Kimgadir qiziq bo'lsa, kechqurungi yem yeyish jarayoniga vaqt bo'lmaydi. Shuning uchun faqat ertalab yem yeyish jarayonida sizlarga video lavha qilaman. Mana qo'chqorlarimiz. Soni 5 dona. Quloqlarini ham ko'ryapsizlar. Mana yuzlarini mana bitta chiroyli mana. Chiroyli variantlari mana. Bu yerda ham qo'ylarimiz bor mana. Bular ham yangi yemga tashlangan qo'ylar. Yemayda mana yana yangi partiya kelgan. Bular ichida bo'g'izlari bo'lishi ham mumkin, qiziqqanlar bo'lsa. Aloqaga chiqasizlar. Mana bular ham shu yemini yeb bo'ldi. Kimga qiziq shunaqa videolar? Bizga murojaat qiling. Mana yangi boshlagan ko'kalarimizga qo'ldan kelgancha maslahat beramiz. Qanday boqiladi, boshida qanaqa qilib boqiladi, nima berish kerak, hammasini qo'ldan kelgancha shu o'zimiz bilgan ma'lumotlarni bemalol shu aytib o'tamiz. Qancha qo'y boqsa qancha foyda qoladi, hammasiniga to'xtalamiz. Xudo xohlasa sizlardan prosta like, podpiska bu sizlarga videoni podilasiya qilasizlar. Sizlarning bir dona bosgan layklaring biz uchun motivatsiya bo'ladi. Bir dona layk deysizlar, lekin o'sha layk ham ancha-muncha narsani o'zgartirib yuborishi mumkin. Mana qo'yxonamiz 16 ga 3. Uzunligi 16 metr, eniga 3 metr. Mana bu yerga ham tushadi mana qo'yxona. Mana joyi. Mana bu o'sha somon. Ters qilib beramiz buni. Bu yerda mana pishgan, mana pishayotgan bug'doyimiz mana. Ko'rishlaring mumkin. Hurmatli obunachilar, kimgadir shunaqa videolar qiziq bo'lsa, pastda nomerlarni ham qoldiramiz. Maslahat yoki bir qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Hop. Yana nima desam bo'ladi? Hop. Hozircha shu ikkinchi qismimizda mana shunaqa narsalar. Video qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Qo'y boqish haqida yoki yem berish, nima qilish kerak, boshida qanaqa boshlash kerak degan obunachilarga, qiziqqanlarga, yangi boshlamoqchi bo'lganlarga videoni jo'natib qo'yamiz. Hammaga xayrli kun, kunlaring yaxshi o'tsin.